Hammaga salom do'st. Hammaga salom. Bugungi videoda bizlar Craft World bor ana unday skin qo'yiladigan Minecraftni olishni o'rganamiz. Do'stlar, bizlar uni hamma Google'dan tortib olib yuribdi, eski versiyasini. Google'dan tortib olib yuribdi, lekin sizga hozir shunga o'xshash Minecraftni ko'rsataman. Bizga Play Market kerak bo'ladi va bu yoqqa kirib, mana bunda qilib yozib olamiz. Mana bunda qilib yozib olamiz. Blocky Craft deb yozgandan keyin mana bu Minecraftni tortib olasiz. Endi menda tortilgan. Shuning uchun o'ynashni hamma ko'rib ketaveraman. Hozir Wi-Fi'ni o'chiraman. Mana. Do'stlar, sizga qo'yiladi ko'rganingizdek, men o'zimizga qo'yaman. Keyin bu yoqda mana hozir ko'rasizlar do'stlar, faqat mana bu tochka tashchi boshqacha bloklarning hammasi shundan chopilgan do'stlar. Короче, Minecraftga o'xshaydi. Короче, mana Craft Worldga o'xshaydi. O'zim topolmay yurdim. Mana unday Minecraftni oxiri topib oldim do'stlar. Blocky Craft deb yozsangiz chiqadi. Qaranglar, ruda bor. Manba ham shundan chopilgan, bu ham qaranglar o'xshashligini. Shundan chopilgan hamma narsa. Mana. Keyin mana shunday hozir rudalarni ko'rsataman. Mana 1 2 3 4 5 6 7 mana. 1 to'xtanglar hozir. 1 2 3 4 5 6 va albatta 7 do'stlar. Qaranglar, hammasi o'zidan chopilgan. Nu do'stlar, faqatgina manba inv degan bilan mana bunday yerdagi yuradiganlar almashgan. Sozlanmalari hech nimasi almashmagan do'stlar. Mana sozlanmalari ham o'sha. Hech nima o'zgarmagan, faqat mana bu yerda nima deydi? Ismi almashgan hamda rasmi almashgan. Va shunaqa Minecraft do'stlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar, chunki biz tezroq 70 pat deyishib qo'yishimiz kerak. 60 pat deyishib berdinglar do'stlar. Shuning uchun hammaga rahmat, hurmatli obunachilar. Короче, tezroq meni 70 obunachi qilib tashlanglar, chunki men tezroq 70 obunachi bo'lsam, 70 obunachi bo'lishim kerak. Nima qilaman boshqa? 70 obunachi bo'lishimiz kerak do'stlar. Shuning uchun do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr.